Bilasizmi? Kreditni to'g'ri so'ndirishning 5 ta qoidasi bor. Dastavval kredit olayotganda pulni qanday sarflash haqida emas, balki olingan qarzni qanday to'lash haqida o'ylash kerak. Ya'ni, kredit majburiyatlarini byudjetimizga qay darajada mos kelishini aniqlashingiz kerak. Agar siz kreditni rasmiylashtirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki uni endigina olgan bo'lsangiz, shuni unutmangki, kreditni o'z vaqtida va to'g'ri so'ndirish muhim sanaladi. Xo'sh, buning uchun quyidagi tavsiyalarimiz bilan tanishib chiqing. Boshladik. Birinchisi, kreditni qaytarish jadvaliga amal qiling. Birinchi navbatda kreditni qaytarish jadvalini diqqat bilan ko'zdan kechiring va taqvimda to'lovlar sanasini belgilash orqali imkon qadar unga rioya qiling. Daromad va xarajatlaringizni to'liq tahlil qilishni aslo unuta ko'rmang. Ikkinchi, keraksiz xarajatlarni maksimal darajada qisqartiring. Shuni tushunish kerakki, ma'lum xarajatlarni kamaytirmasdan siz kreditni so'ndira olmaysiz. Chunki kredit bo'yicha to'lovlar ham byudjetingizning majburiy xarajatlar qismiga kiradi. Uchinchidan, 10% qo'shing. Kreditni muddatidan oldin to'lash haqiqatan ham ortiqcha to'lovni tejashga yordam beradi. Muddatidan oldin kreditni bittada to'lash maqsadida pul yig'ish kerak emas. Undan ko'ra har oylik to'lovingizni oz-ozdan ko'paytirib borish yaxshiroq hisoblanadi. Agar siz har oyda kredit bo'yicha to'lovingizni kamida 10% ga ko'paytirsangiz, siz kreditni muddatidan oldin hamda tezroq yopishingiz va pulingizni tejashingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchidan, moliyaviy yostiqchani shakllantiring. Moliyaviy yostiqcha bu ko'zda tutilmagan vaziyatlar uchun ajratilgan pul. Xalq tilida chorniy kassa. Yaqin kelajakda nima bo'lishini oldindan aytib bo'lmaydi. Ish joyini yo'qotish, sog'liq bo'yicha muammolar va boshqa force major vaziyatlar. Kredit bo'yicha keyingi to'lovlarni o'tkazib yubormaslik uchun moliyaviy xavfsizlik yostiqchasiga ega bo'lishingiz lozim. Bunda moliyaviy yostiqcha eng kamida sizning 6 oylik jam xarajatlaringiz, shu jumladan kredit to'lovlaringiz miqdorida bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun siz onlayn omonat ochishingiz va har oy unga ma'lum miqdordagi pulni yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. 5-dan, to'lovlarni kechiktirishdan saqlaning. Kreditning oylik to'lovlariga jarima hisoblanmasligi uchun har qanday holatda ham to'lovlarni kechiktirmang. To'lov o'z vaqtida bajarilganligiga amin bo'lish uchun kredit bo'yicha to'lovlarni belgilangan sanadan bir necha kun oldinroq amalga oshiring. Agar to'lov sanasi ham dam olish yoki bayram kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, bunda ham to'lovni oldinroq amalga oshirish tavsiya etiladi. Keyin menga o'xshab pulim qayerga ketib qoldi deb o'tirmaysiz. Unutmang, to'lovlarni kechiktirishingiz sizning kredit tarixingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qaytaraman. To'lovlarni kechiktirishingiz sizning kredit tarixingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa kelajakda istalgan kredit turini olish imkoniyatingizni kamaytiradi. Hurmatli yoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, iloji bo'lsa kredit olishni tavsiya etmaymiz. Kredit olmang, naqdi asal deyishadi. Rahmat, salomat bo'ling.